Assalamu alaykum kanallarımız hürmetli aboneçileri, hürmetli vatandaşlar. Bugünkü satığa çıkan köçmez mülkümüz Ürgen şehrimizde Boran Zapravken arka tarafında ezle Rasinter Panik köçeden girip kesen oldu 200 kvadrat metreli. Narxam zor narxda halıcayımız satığa çıktı. Şu halıcayımız bilen birlikte görüp danışıp ötemiz. Ezlerinde yine görüp durgansı parkur mesalarım kette düşken. Arkayım 5-6 maşin sıkıntırsanız lan burada. Yine ses gelen koydular. Yurtduğunuzda dım kette düşken. Dım zor mesele yerleşken köçesem giyin köçede düşken ve de zilonli zona samba fasatlar soğuk halatında içen şifa kırıp geri durdu. Gilemlerine döşep koydular. Narxının videonun devamında aytıp etemiz ezle. Yine gelip üstünde sodalaşıp başlandı mümkün. Ve de kanalizasyon çıkan. Stupinkeler kılıngan. Giriş işlerim demir işlerden. Gaz ve sudan muamması yok ezle. Bismillahirrahmanirrahim deyip giremiz. Girgəndə dalan kısmı bağladı. Dalanımızdan böyle yine 4'e, yine 6 metre razmerdə bu, 6-6-20 elə bu. Ayak laminat pol kılıngan, tüplü pol kılıngan bir taraflarımız ezle. 10 tarafta bir de yine rakayna mesleler var. Rakayna vanna unitaz hem müəccin koyup verdiler. İş şifa koyup gide verdiler. 10 tarafımızda bir de yine elektriki avtomatları ornatılgan. Diyorlar polni şifa koyup gide. Ve de yine televizor için rozetka joylari bor. Rozetka kulchatlarni yaxshisidan qo'yganlar, radiatorlar ham ajoyib bundan qo'yganlar. Yine gördüğünüz sifatli xillaridan qo'rg'asini ham ko'paytib qo'yganlar. Xonadonimiz yaxshi qizish uchun. Eldim giyin ko'chada. Azla katta ko'chada tushgan mashinam orqayin sig'adi. 4-5 mashin qo'ysanızlar bo'ladi orqayin joyingizda eldinde. Birimiz 3,5 azla uzinasi bir 9 metr razmerlarda tushgan. Kichkinamaz, ayaklarıyla laminat pol kılıngan, radiatorları bor, divarlar, patologlar polni şifakologdan chiqib turdi. Aboya qarab turibsizlar. Doğru remont boshlab bersangizlar bo'ladi, aboya qilib bersangizlar, ajoyib xonadon bo'ladi. Doğru girib yashaydigan. Shunda yashasam bo'ladi. Litsenziyamizni yaradan bo'lsak, litsenziyamizni ham oq ham oltin svetlardan foydalanib, chiroyli qilib o'tib ko'rtirasizlar. Yurtimizda printslar ham o'rnatilgan. Burada lisensiyanın teyinde meyde juda koyuş mestalarım bor. Teplый pol kollektorlari bu yerda hala yerini ilib ochib qizdirasizlar. Bu yerda radiatorlari bor, printslar o'rnatilgan, gilamlar ham döşəlgan. Eshiklar MDF eshiklardan azizlar. Birimiz oshxona qismi bo'ladi. Oshxonamiz ham kichkina emas, oyoq tellari pol, podval ham bor ekan, lyuk ham qo'ydilar. Bu yerda otopleniyasi. Otopleniyani ham o'rnatib beradilar. Bu yerda moykalar Mesası istiyor soğusu kanalizasyon toşlar. Radiatorlar ham bor yine. Ve sanuzel kısmı bu tarafımız. Sanuzelimiz teplый pol kılıngan. Radiatorlar ham bor yine doполнительный. Bu yerda yine kanalizasyon montajları, vodoprovod montajları pulli hamma montajlar kılıngan. Ariston toşlar ham bor. Bu 2 mashin toşyasizlar. Rakoyna, unitaz, vanna toşları bor. Patologlar plastik, divarlar kafel pulli. Birimiz katel koyulan mesası yine. Arka tarafından bağa katta tushgan. Ning bog' qismi. Sizlar stechka qilingan zilonli zonasi ham bor, pulni tapchan qo'yib o'tiradigan messalar ham bor, udobstvolari. Круговой stechka qilingan, o'rtada zilonli zonasi qolgan. Bunda yozgi hojatxonasi ham ega. Ajoyib xonadon 200 kvadrat metr joylashgan. Glavniy narx ham zo'r 750 million so'm aytilib turibdi azizlar. Gelip yine üstünde gelişsengizler ham bo'ladi. Yani podushkalari, pindamitlar ham ko'rinib turibdi. Sokollar 4 qator pishgan karishlar o'rilgan. Ishlar ham yaxshisidan qo'yganlar azizlar. Quvvatli xillaridan. Endi ikkinchi qavati bilan danishib o'tsak. Pastda bir dalan, keyin bir zola bor. Zolam 9 metr tushgan azizlar. Kichkina emas. Biroz mehmon sig'adi bir 50 odam sig'adi polni. Lisensiyansam chiroyli qilib yine oq svetidan foydalanganlar. Hem oltin svetidan azizlar. Ajoyib xonadon. Kecha chiqqandan birimiz bir spalnisi. Birimiz ham yine bobur 3,5 metrlar, yine 4 dan ziyod azizlar. 4,5 yaqin bor. Yanda sanuzel ham bor shuning ichida. Hamma montajlar bor, hamma o'zi qo'yib ham beradilar. Şimdi vanna unitaz rakaynalarına. Bu tarafımızda yine bir kanat yukarıda 4 kanat zeriye.
4'sini spalniy qilib qo'ysanizlar, pastda zal bo'ladi sizlar. Pastda mehmon so'rasizlar. Birimiz 3,5 3,70 bor. Laminat pollar qilingan. Ajoyib yo'laklardan polli laminat pol qilinganlar. Bizlar bu tarafimiz katta spalnisini. Yana bir 3,5 bor, bundan esa 4 razmerlarda tushgan. Laminatlar ham yaxshi sinmayib qo'ydilar. Devorlar polni shifa qilib ketdi. Bir xonasini aynasi ichana qaran ekan sizlar, qoni hammasi deshana qaran. Birimiz 4-6 razmerda tushgan zal qismi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, patologlarimiz esa gipsokardonda chiroyli qilib figura qilganlar. Radiatorlar bor, ikki yerda ko'rib turgan sina xonadonimizni yaxshi qizdirish uchun, qishni kuni issiq bo'lishi uchun xonadonimiz sizlar. Hurmatli obunachilar va hurmatli do'stlar, hovli joyimizni lokatsiyasini, местоположениесini takrorlab eslatib o'tadigan bo'lsak, Bo'ron Zapravkadan kirib kelsangizlar ham bo'ladi, Rossiya Interpolning ko'chadan kirib kelsangizlar ham bo'ladi. Ikkisi o'rtalig'ida joylashgan katta ko'chada, eldan keng, bir elde bor hurmatli obunachilar, bir 40 metr deymi, 50 metr deymi, bas sessiya bo'lgan polni mashin qo'ysangiz bo'ladi, bir 6-7 mashin, 5 mashin polni sig'adi. Ziloniy zonasi chasam ba'zida polni ekan-degan qo'ysanizlar ham bo'ladi. Narxini eslatib o'tsak, to'xtalib narxi 750 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishlardan yer bor. Mulkiyasini yonina olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib olasizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.